Qachon bo'lsa ham Vyetnamga kelganingizda shu joyga kelishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Ertalab soat 8 da bizani mehmonxonadan tayyor nonushtamiz bilan getimiz olib ketdilar. Bu bizani ketimiz. Birinchi lokatsiyamiz 500 yillik daraxtni ko'rgani keldik. Sizlar ko'rib turgan daraxtga 500 yil bo'lgan. Ikkinchi lokatsiyamiz krokodillarni ko'rgani bordik. U yerda hamma turistlar krokodillarni ovqatlantirib, vaqtimiz shunaqa tez o'tib ketdi, o'zimiz ham sezmay qolibmiz. Keyingi lokatsiyamizga shunaqa tuk-tukda tabiatni tomosha qilib ketdik. Bu lokatsiyamiz bizani Vodopodga olib borishdi. Vodopodni ko'rib, u yoqda ularni milliy konsertini ham tomosha qildik. Hozir o'zinglar ham ko'rasizlar. Keyingi lokatsiyamiz ovqatlantirishga olib ketishdi. Shvedskiy stol, hamma narsa halol. Harom narsalar umuman ishlatishmagan. Cho'chqa go'shti, imini. Men shu narsalarni tanladim. Yana ularda langushtni ham pishirishgan ekan. Olib kelishdi, lekin men yeb tatib ham ko'rmadim. Tabiatda shunaqa chiroyli qizlar, telefon orqali umuman yetkazib bera olmayman sizlarga. U yoqda basseyn ham bor. Basseynda mazza qilib cho'milib, mana shu mevaga ko'zim tushdi. Nima mevaligini to'g'risi bilmadim. Agar kelganingizda Vyetnamga albatta shu joyga kelinglar. Kunimiz shunaqa ham mazmunli va maroqli o'tdiki, kech bo'lganini ham sezmay qolibmiz. Hamma turistlarni avtobusga yig'ib, obratno hammani mehmonxonasiga tashlab qo'yishdi. Kunimiz shunaqa zo'r o'tdi qizlar.